Nargiz nimalarni o'ylab qoldingiz? Davlatimiz qanaqa rivojlanayotganini ko'rib, turli xil mashinalar, binolar, mana shunaqa jadal rivojlanishda albatta hamma zamon bilan hamnafas bo'lishni xohlaydi, katta pul topishni xohlaydi, ayollar ham muvaffaqiyatli bo'lishni xohlaydi, yugur qiladi. Lekin meni o'ylantirayotgan narsa, mana shu pul topaman, muvaffaqiyatli bo'laman, lider bo'laman, birinchi bo'laman deb hayotda aslida qadrga ega bo'lgan qimmatli narsalarni unutib qo'yayotganimizni ham guvohi bo'laman. Mana shu narsaga achinaman, chunki bolalar bilan muomala, mehr, oqibat, sevgi, do'stlik, ming afsuski, mana shu narsalarni ham yo'qotib qo'yganimizni bilmay qolishimiz mumkin. Qanday qilib mana shu muvozanatni ushlash mumkin? Qanday qilib ham muvaffaqiyatli bo'lib, orzu-havaslarga, maqsadlarga erishib, lekin shu bilan birgalikda farzandlar bilan birga vaqt o'tkazishga, ota-onani qadriga yetishga, sevgan inson bilan chiroyli munosabat qurishga, qanaqa qilib buni ham birgalikda olib borish mumkin? Nahotki biridan voz kechish kerak, ikkinchisiga ega bo'lish uchun. Aslida bu muvozanatni ushlash mumkin va buni o'rganish mumkin. Shu mavzular sizga qiziq bo'lsa, sizlarni 25-27 noyabr kuni bo'lib o'tadigan jonli tahlillarga taklif qilaman. Hozirgi zamonda ham muvaffaqiyatli, ham baxtli bo'lish sirlari aynan mana shu jonli tahlillarda yoritiladi. Buning uchun esa shapka profilda ko'rsatilgan link orqali Telegram kanalimga o'tib olishingiz mumkin.